Assalomu alaykum, Mebel 847 kanali a'zolari va yangi kelgan mehmonlar. Keyingi buyurtmani 2 mm PVH dan tayyorlaymiz va matviy shagr materialdan tayyorlab, kompyuterni stol tayyorlash bo'yicha buyurtma qabul qildik. Bizni kuzatishda davom eting. Hozir hammasini ko'rsatib o'tamiz. Qani ketdik. Mana tayyor bo'lgan holati bir qismi. Bu orqa tomon dizayni. Ko'rishingiz mumkin, zina holatda qilindi. Ustki tomoni 60 ga 180 razmerda, ya'ni o'lchamda yasmit shagr materialdan tayyorlandi. 100% PVH qilingan, 100%. Ko'rishingiz mumkin mana. Mana esa ichki holati. Bu tomonida kompyuter turadi. Mana tayyor bo'lgan holatni ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Bunimiz tortmamiz nejvika qilingan, o'zi tortib ketadi. Vakuumni rolikdan qilindi. Buning oshmashqlari ham, shanrlarimiz ham vakuumni, dabotchiklik bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Bu esa kompyuter protsessor qo'yiladigan joy, bu esa eshik alohida. Pastda polkasi ham bor. Ko'ring, 2 qavatli 2 mm PVH shagr material chizilmaydi, ancha-muncha chizilmaydi. Bu polkasiga keladigan bo'lsak, olinadi, olib qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p, bunimiz ko'rishingiz mumkin. Ichkariga itarsa, hozir mana shu holatda chiqmaydi. Yorug'lashtirib olaylik, mana chiqmaydi. Ana o'qisak, endi chiqadi ichkariga itarsak va qattiqroq itarib qo'ysak qulflanadi. Mana buni bossak yana chiqadi. Qulflanadi. Ya'ni qulflik holat qildik. Bu esa protsessor havo aylanishi uchun teshiklar hosil qilindi, qizib ketmasligi uchun. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu tomonni ham bir marta ko'rsatib o'tsak, zina holatda qilindi. Azizlar, bizning kanalga a'zo bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziq buyurtmalar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.